hurmatli do'stlar. Endi davomatni har kuniga xonama-xona kirib, davomatni olib, daftarga tushirish shart emas. Davomatni xonada o'tirib qanday qilib yig'ib olish haqida tayyor so'rovnoma qilib tayyorlab qo'yganman. Mana shu so'rovnomadan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun so'rovnomaga bosamiz. Bu yerda birinchi fan o'qituvchisi ism familiyasini kiritadi. Ism familiyasini tanlab bo'lganingizdan keyin dars o'tayotgan sinfni tanlaydi. Misol uchun 6-B sinf jami o'quvchisini kiritadi. Misol uchun 25 nafar darsda qatnashayotgan o'quvchi, 23 nafar darsda yo'q o'quvchini kiritadi. Demak, 2 nafar dalil tugmasini bosadi. Undan keyin o'sha dars o'tayotgan sinfni tanlaydi. 6B yana dalilni tanlaymiz. Dalilni tanlagandan keyin demak o'sha 2 nafar o'quvchini belgilab qo'yamiz. Qaysi o'quvchilar kelmagan bo'lsa 2 nafarini belgilaysiz, отправить bosasiz. Отправить bosganimizdan keyin bu tayyor jadval bo'lib, hozir mana sizlarga tayyor jadvalni ko'rsataman. Mana jadvalimiz hozirgina tushirgan, demak 15:43da Muzoqul Mullajon demak jadval bo'lib tushgan. Bu kunlik xuddi shunday bo'lib jadval bo'lib tushadi sizga. Mana bu yerda demak sanalari ham kelib chiqadi. Mana 29-kun tushirilganlar. Xohlasangiz buni xuddi shu turishda tartiblab olishingiz mumkin. Xohlasangiz alohida kunlik jadval qilib olishingiz mumkin. Mana men kunlik jadval qilib olganman. Bu joyda demak o'quvchilarni belgilagan o'quvchilarimiz ham ro'yxati kelib chiqadi. Mana hozirgi demak 6-sinfdagi 2 o'quvchimizning ism familiyasi ham kelib tushdi. Buni kunlik, agar davomat gruppangiz bo'lsa, davomat gruppaga xuddi shunday qilib demak mana bu yerga ham sanasini avtomatik tushadigan qilib tayyor qilib beraman. Hammasi demak o'quvchilarni sinf nomi, jami kelmagan o'quvchilar hammasi tartibli bo'lib formula qilib beraman. Tayyor. Siz faqatgina mana shu formulalarni ishlatib davomatingizni bemalol xonada o'tirib jamlab olishingiz mumkin.